Assalomu alaykum azizlar. Qarshi mashina bozoridan mashinalarni obzor qilishni boshladik. 2018-yil Cobalt akili metanlari bor, konditsionerlari ishlaydi, balon holatlari zo'r, yaxshi turibdi. Bitta kalpaychani qo'yasiz akalar, o'zini Cobalt kalpagidan chotki qilib bosib haydaverasiz. Salon holatlari juda akkuratni qilib haydalgan ekan, bir qo'l mashina dehqonni o'zidan. Probegi 190 ming akalar, halol ekan. Akani aytishlari bo'yicha salon holatlari ham o'ta tiniq, yaxshi holatda. Orqaga tonirovkalarni qilib qo'yishgan, chiroyli qilib haydalgan. Metanlari bor. Metan nechtalik? 90 talikmi? 90 talik metani bor ekan akalar. Orqadan bagajda ham ancha-muncha joy bor. Mashinani bittagina mana shu orqa kriloda kraskasi bor ekan, qolgan joylari absolut top-toza deyapti. Yili 2018. Bitta kriloda kraska bor. Probegi 190 ming. Halol deyishdi. Metani bor, mejikari bor ekan. Yili 2018. Pastdagilar nomerlarni qoldiraman. Telefon qilib baraka qilinglar. Narxi bo'lsa TX100 2018-yil Cobalt. Bitta kraskasi bor. Narxi 100 million. Pastda nomerlar qoldiraman, telefon qilib narxini yana ham kelishtirib berar ekanlar. Egalari bilan aloqaga chiqsanglar bo'ladi akalar. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin.